Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu va salamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz muxlislar. Bugun sizlarning talablaringizga binoan shu Zalzala surasi haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Ma'lumot shundan iboratki, Zalzala surasi 99-sura bo'lib 8 ta oyatdan iborat. Bismillahirrohmanirrohim. Iza zulzulatul ardu zilzalaha va ahrajatul ardu asqalaha va qalal insanu ma laha yawma izin tuhaddisu ahbaraha bi anna rabbaka ahwalaha yawma izi yasdrin nas ashtatan liyuraf amalahum فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Zalzala surasi Madinada nozil qilingan 99-sura bo'lib 8 ta oyatdan iborat. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan boshlayman. Qachonki yer o'zining eng dahshatli zilzilasi bilan qimirlaganida, yer o'z qa'ridagi konlari, murdalaridan iborat yuklarini yuzaga chiqarib tashlaganida va qayta tirilishni inkor qiluvchi inson dahshatga tushib, nega unga ne bo'ldi ekan deb qolganida, ana o'sha kunda yer o'z xabarlarini so'zlashga Robbingiz vahiy bilan ruxsat qilganini aytur. O'sha kuni, ya'ni qiyomat qoyim bo'lgach, odamlar o'zlariga nomai amallarini ko'rsatilishi uchun to'da bo'lib chiqib kelurlar. Bas kimki dunyoda zarra miqdorda yaxshilik qilgan bo'lsa, qiyomat kuni uni ko'rar. Kimki zarra miqdorda yomonlik qilgan bo'lsa, ham uni ko'rar. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad, Allohumma solli ala sayyidina Muhammad, Allohumma solli ala sayyidina Muhammad. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga beadad salomu salovatlar bo'lsin. Aziz muxlislar, bu Zalzala surasini ertalab bomdod namozidan keyin 11 marotaba, shom namozidan keyin 11 marotaba o'qishni odat qilsangiz, uyingizda jin, ajina, sehr, jodu biror nimani hosilasi bo'lsa, barcha yomonliklar ketadi. Ayni hammasidan qiziq joyi, uyingizda kana, mandalashga, burga chaqadigan qanaqangi zaharli hasharotlar bo'lsa, hech yo'q qilolmayotgan bo'lsangiz, o'shalarni ham Allohim sizni uyingizdan badarg'a qiladi. Allohning amri bilan o'sha narsalar butunlay ketadi. Bu tajribada ko'rilgan. Inshaalloh hammangizning uyingizga sog'lik, salomatlik, yaxshilik, tinchlik, xotirjamlik tilayman. E'tiboringiz uchun rahmat. Hammasidan eng qiziq joyi, uyingizda sehr, jodu qolmaydi. Dev, ajina, jin, o'shanaqa narsalar umuman qolmaydi. Hammasi badarg'a bo'lib uyingizdan chiqib ketadi. Sehr, joduni asoratlari ham qolmaydi. Ishlaringiz yurishgandan yurishadi. Allohning amri bilan. Alloh o'zimizga, hammamizga madadkor bo'lsin.